Assalamualaikum hurmatli yurtdoshlar, xudo xohlasa navbatdagi xizmatimiz Cobalt avtomobili bo'ldi. Mashinamizning probeglarini ko'rishingiz mumkin. 9600. Mana 9600. Probeglari hol, mashina 25-yil. Bahosi 160 million so'm savdosi bo'lyapti. Xudo xohlasa mashina polni tekshirib berdik. Mashina egalari kraska probeglarini 100% javob deb sotib deganlar. Bemalol videoda ko'rsatib beramiz. Mashina hisobdan qolma, pullar yarasha mashinani. Mashina chet taraf orqa krellaridan boshlaymiz. Krellari toza. Bakanka krishalari toza. Orqa eshik. Oldingi eshiklar ham toza mashina. Krel, kapot. Kapotlardan kraskasi yo'q. Bu taraf krellari. Bakankalari. Oldi eshik, orqa eshiklari toza. Orqa krellari aytadigan orqa krellaridan ham ko'rganlaringizning kraskasi yo'q. Orqa kapot. Mashina orqa kapotlari ham toza. Mashina 100% detalında kraskasi yo'q. Kechirindi. Mashina egalari aytgandek bo'lib chiqdi.